Respublikamiz bo'ylab yoshlar uchun 2 kunlik soft skills treyning o'tkazilmoqda. Yoshlarni kasbiy ko'nikmalari va muloqot madaniyatini oshirishga xizmat qiluvchi mazkur treyning Jizzax davlat pedagogika universiteti talabalari ishtirokida bo'lib o'tdi. Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalar bilan to'lib toshgan tez o'zgaruvchan dunyo sharoitida yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirish zarurati va ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Yumshoq ko'nikmalar, jumladan raqamli ko'nikmalar har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi. Jizzax davlat pedagogika universiteti iqtidorli talabalari uchun tashkil etilgan seminar treyning yoshlarni raqamli ko'nikmalari va soft skills, muloqot, jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash, vaqtni boshqarish kabi zaruriy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshirish mavzusida bo'lib o'tdi. Seminarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori ishtirok etib, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni olib bordi. Tadbir davomida talabalarga zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, kelajak kasblariga tayyorlanishda kerakli ko'nikmalarni shakllantirish, global mehnat bozoridagi talab va tendensiyalar, muvaffaqiyatli karyera qurishda soft skills ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berildi. Bundan asosiy maqsad demak kommunikatsiya bo'yicha bilimlari, ko'nikmalarini oshirish, komandada jamoada ishlash bo'yicha liderlik ko'nikmalari, bundan tashqari demak ish qidirish bo'yicha maxsus platformalar bor. U platformalarda o'zlarini o'z talabalar portfoliolarini yaratib kelishmoqda va ertaga bular jamiyatda demak yaxshiroq ish topishda, ertaga o'zini o'rnini topishda, ertaga demak o'qishni davom ettiradigan bo'lsa, yaxshi magistraturlarga o'qishga kirishga ham o'ziga yarasha bir yordam beradi. Ikkinchisi bu treningni amalga oshirilyapti. Birinchisi Toshkent viloyatida o'tdi va keyingisi demak har bitta viloyatda demak tashkil qilish reja qilingan. Ushbu seminar treyning iqtidorli yoshlar uchun nafaqat nazariy bilim, balki amaliy tajriba manba bo'lib xizmat qiladi. Universitetimizda 2 kundan beri raqamli texnologiyalar va ITni rivojlantirishga qaratilgan trening seminari olib borilmoqda. Ushbu seminarda biz LinkedIndan to'g'ri foydalanishni, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni va albatta jamoada birgalikda hamjihatlikda ishlashni o'rganyapmiz. Chunki 2 kundan beri bilim o'rganamiz va uni albatta amaliy mashg'ulot jarayonlarida sinab ko'ryapmiz. Ishonamanki, ushbu 2 kunlik trening bizga kelajakdagi karyeramiz uchun juda muhim. Dunyo mehnat bozorida o'zimizni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tarbiyalay olamiz va xursand bo'ldimki, ushbu trening bizning universitetimizda, aynan bizning universitetimizda olib borilganligidan. Tadbir yakunida talabalar o'z savollariga javob oldilar. Turli interaktiv mashg'ulotlarda ishtirok etib, yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi.